Assalomu alaykum, tordagi barliq roman anglag'uchi do'stlar. Biz Mesxushluq degan kitobni o'qishni davomlashtiryapmiz. Abdori ansiz. Quyosh bargan seri parlab, bargan seri sexilishib, xuddi ekvatorni turpanga yo'tkab kelgandek, barliq issiqlik energiyasini chechishga boshladi. 6 oy yoz bo'yi yerga yo'g'rilgan mehnat, halal ter va ixlosning natijasi shirinlik holda shoxlardan uzilib, sivatlarga tizilmoqda. Dehqon oldimisi yerni, yer oldimas dehqonni degan edi, yerdan chiqib yerga qaytadigan Uyg'urim. U tarixida ikkila narsa uchun qilich ko'tarib kelgan edi. Uning biri yer, yana biri yor edi. Shuningkin bu ikkisining barliq farqi faqat birla harf bilan tugaydi. Yerni kullab, to'g'lab bildirib, nayza o'ynatgan davrlarini u hozir tilini tamshitib turib xursinish ichida aslaydi. Ming qatra shukriki, yerni kullab mush ko'tarishdan u hali ham yaltiyib qolmagan edi. Shunga uning yerimlashgan erkakligini mush tarafi saqlab qelyotdi. Bir zamonlar umi yer deb yashaydi. Tərini yerga to'kib, rizqini ko'kdan so'raydi. U yeri uchun janjallashadi. Yerini boshqalardan qizg'anadi. Bir g'erich yerini qo'shnisining egallab olishiga rozi bo'lmaydi-yu, ming afsuski yotlar poyonsiz zaminni egallaganda bu g'ayurliqidan qolgan edi. Yerini qo'g'dab bulolmay turib, yorini loyiqida qo'g'day olmaganligini u amdilatin his qilyotdi. Öz zamonida qilich bilan asrayolmagan yerini amdi tugumas numus ilkida ketman bilan parvish qilib, o'z-o'ziga tasalli izlayotdi. U aytgan naqshlar, u putgan dostonlar hamon yer bilan yorni davr qilib aylanadi. Ba'zida yerning vafosizi bo'lsa-mu, ammo yer hamon vafodor edi. Ixlosni quruq qaytarmaydi. O'zining bag'rini toshdan toshqa urilib pishilgan erkak suda sug'urib, harakatman to'pida bir qitim "Ya Alloh" deb ter to'kkanlarga mana bugun u 1 yillik g'usulni hassilab to'kma qilib minnatsiz sukutda turmoqda. Etiz bilan chuncha orlig'ida uzum bosgan mashina, traktor va 3 chaqliq mototsikllar to'pachan qaynatib o'tishmoqda. Nijatmu 2 yo'l uzumni to'shib etib 3-chi qitimligini motoga bisiyotdi. Hava issiq edi. Bu issiqda kunuk turpan xalqi qancha issiq bo'lgancha shuncha qini qizib, qin-qiniga patmay ishlaydi. Ishtonning pushqig'ini tizning sal ostigacha turib olgan Nijatmu barang ostidan bir qitimda 4 savatni ko'tarib, yerni uyvatgudek dassab mingib, yo'l bo'yiga to'xtatib qo'yilgan motoga bisiyotdi. Asli Abdurahmon bo'lgan bo'lsa, Nijat bir qitim chunchiga berib kelguncha savatlarni to'shib yo'l bo'yiga tizib bo'ladi. Әмді ялғыз етішелмей қылуатқалығыны көрген bir нәтчейлен мотоныла кәйнічілап бараңның астыға әкіріп, мұшы жерділа бесіш тәкліпіні бәрді. Әрлер үзген үзімлерін тошып болғандың кейін, o әмді моторны кәйнічілап әйдеп, аяллар ішләватқан бараңға әкіріп, сіветлеріні бесішқі башледі. Bu tərəfdiklərinin əmisi qız ayallar bolğaşqa, o yerdən közünü üzməydi. Beşini sangıltıb, qayarda üzüm üzülgən sivet bolsa, şunu elib kozupqa basatdı. Quyoshning haroratidan qizib ketgan Nijatning yuz ko'zlaridan ter qo'yilib atadi. U maykisining peshi bilan peshona yuzlarini surtayotgandan keyin yana 4 sivetning sepini qo'liga kelguda qilib tizib olgandan keyin shundoqla ko'tarib belini rostlashiga, beshiga bir narsa elindi. Shuncha astoydillik bilan tujublab amdi mingishiga tamshalganda bir narsaning beshiga tekkanligidan zardisi o'lgan Nijat. Ay, nimandaq debla beshiga tekkan narsani elib o'tmoqchi bo'lib, sivatni qo'yib u narsaga qo'lini uzatdi. U narsani shundoq tutibla chidg'usiz bir haroratdan mag'dirsizlangan Nijat qo'lini qandoq tez sungan bo'lsa, yana shundoq tez tortib oldi. Asli yerlik turpan tabiatidagi yuqori qiziqlikqa bardoshlik beralaydigan biri bo'lmasa edi, shu topda qo'liga tutashgan bu haroratdan uning butun jismi qo'g'ishin magmusdek erib ketadi. Nijatning ko'z oldida Masturaning kullarang tanharkat chapini bo'shqina lapildab turadi. Nijat uningga qaramoqda. Ana chapan esib qo'yilgan barang shayxining holimi Nijatninkidan farqsiz. Demak, bu afsona haroratni umu his qilib ulguribdi.
İnsanlarning har holda tili bor edi. Yetarsiz bo'lsa-mu o'zlaridagi behushlikni ifoda qila oladi. Shu tapdagi nimjonlikdan tilga kirgili tas qilayotgan zaif shaxcha o'z holini bayon qila olmay qiynalmoqda. O'z-o'ziga patmay chak-chekidan yerilib qo'zoqlari ajirmoqda. Tuyuqsiz kelgan selkin shamol shaxning yupurmoqlarini erkilatmoqchi bo'ldi. U holiga panohgoh topgan yupurmoqlar yenik tavrinishguncha ariznamalarini shamolga sundi. Seyyah shamolmu yupurmoqlardan olgan maktublarni elib, Masturaning yog'liqlarini o'ynatganicha uning quloqiga pichirlab o'tib ketdi. Bu dimiq issiqda xuddi farishtalar beshning panjarasini ichib qo'yib, yepishni unutib qolganda qechib chiqqandek paydo bo'lgan bu shamoldan rohatlangan Mastura yana birdam chiqsichu degandek qilib, shamol kelgan tarafga qaradi. Uning chapini shaxta lapildavatadi. Chapanning oldida bo'lsa Nijat butkul atrofi olamdan xolilashtirilgan va u kum bo'shliqda turgandek chapanga qarg'inicha qetib turadi. Mastura jiddiylashib ketdi. "Ista, chapanimni bir chetga qo'ysam bo'pti-ekan." "Acha gap qildingizmi?" Sal neriroqda bir tüp qizil üzümni tepib olib, xelidan beri eng qizirganlarini tanlab yeyotgan Alfira Masturaning javobini saqlamayla gapini davomlashtirdi. "Mava yerga keling, shundoq tatliq ekan." Mastura boshqa gap qilmayla berib, "Hey, o chapanimni bayam isib ketib, borani o'ttirsig'la isib qo'yibdi-ekanman. Sivet tushib uyan bu yonga o'ssa tasa taqishib ketgandu. Siz berib ekiling", dedi. Alfira Mastura ko'rsatgan tarafga qarab, faqat akisining chapanga ho'miyib turgan qiyofatini ko'raladi-da, uning keyindagi ichki davolg'ushlardan bexabar holda kelib chapanni olg'ash so'zildi. "So'ri jinni yatiqidim o'qib chapanni qarg'ab tillabla g'oyib qilib devotamsan nima? Nimancha chekchiysan?" Chapan ko'rib baxmagandek. Alfiraning ovozidan ho'shin yiqqan Nijat o'zining texicha yer shardagi turpanda bir üzüm barangining ostida to'paga milinib turganligini yodiga oldi-da, qizirib, tatirib, ortiq gap qilolmay, qo'yib qo'ygan sivatlarni qayta qo'lga ilib, motoning qishiga mangdi. Alfiraning chapan ilib ketishi bilan bayiqi holsizlikdan yengillab qolgan shox va yopirmoqlarmu qaytadan sukunatga cho'mdi. O'zidagi holdan ajablanib ming tasdiqda motoning qishiga kelib olgan Nijat sivatlarni kuzubqa bosdi. Ondan oldi tarafga o'tib birdam o'ltirib aram olmoqchi bo'ldi. Yan tarafdagi kichik saymon sanduqidan oldingi yo'lda chunchidan kelayotgach, yo'l ustida to'xtab, do'kondan elib olgan Amina qarqat sharbatini elib, ikkila qatim dam elib, g'urtilditib ichibatdi-da, qutisini cho'rib tashlavatdi. Yo'l manganda to'pachang kirib ketdimi yoki qatnash qoidasini tushunmaydigan ushshoq hasharotlar so'qilib ketganmi? Aytavur, atgandan beri uning so'l ko'zida bir narsa dumlayotganda qilib aram bermayotdi. U tula o'g'lab qizirib ketgan ko'ziga qarab baxmoqchi bo'lib, motoning rolini bir tarafga qiysaytdi-da, aynigini yuziga yiqiroq to'g'rilab qarashga boshladi. Ko'zni qo'li bilan yerim ichib turib, qarchug'ini birdam o'ngga, birdam so'lga, birdam osti, birdam ustiga aylantirib baqdi. Hech nima yo'q edi. Nijat xeyli qarabmi, hech nima topolmay, o'z-o'ziga qudungshidi. "Yelibika, ko'zimni mushbitda uchiq qo'yib, supurgin ilib, ichi kirib, chanoqlarimni bulung pushqoqlargacha supurib tozalab yetaman, mana amsa" deb. U aynakka yanamo yiqinroq kelib qarashga boshladi. O'zining ko'ziga qaramoqchi bo'lgan Nijat aynakdan yana hiliqa olvon simoni, ya'ni Masturani ko'rib qoldi. Ko'zini unutdi. Yo'q, o'zini unutdi. Ana Masturaning yog'liqi. U yog'liqni shunchalik ching chigatdi. Qaysidir bir chaqlarda Hamshirlar degan asarni o'qig'inida "Vallahi hijobim ayrilmas boshdan, oxirgi nafasga o'limga qadar pitinlar yig'izsun qilmayli pisand, roziman to'lisam olamga badal" degan jasoratlik misralarni uchratgandan tortib, qishning so'g'iqi bilan yozning tumuzidimi farqsiz holda yog'liqini nech yerdan yingnilar bilan muqimlab, mustahkam chigib kelyotdi. Qancha chekkancha u o'zini shuncha ozoda bexatar his qiladi. Ichki aqida e'tiqodning tashqi namoyandasi bo'lgan yog'liqining qancha cho'ng, qancha uzun bo'lganidan shuncha iftixorlanadi.
Мәстураның shunchalik ching chigvolganiga qaramay, atdegandan buyon uzum uzayotganda, ba'zi bezab shoxlarning necha qitim esilib olishi bilan sal orqaga tortilib qolgan yog'liqidan chiqib qolgan har bir dal manglay chichi shu topda quyoshga ming qissa so'zlayotdi. Baş əgimning əgmisidək jola qılıvatqan bu xunxara çaşlarının hər əgmisida Nijatdək yigitlərdən 40 yigit o'ltirilib, sapayisini quchoqlab darvishga aylanatdi. Bu çaşlar arasidagi hər bir chigiklikni yeshib sharhlashga ming faylasufning aqli noqis kelatdi. U susxina yiqilgan barmoqlari bilan tutgan har sap üzüm shoxdan üzülib sivatga qo'yilguncha ko'rimning noli faryod bilan madorsizlanib allaburun o'z she'rligidan ketadi. Xiraman Mastura bo'lsa, hech nimadan xabarsiz holda sarg'aygan üzümlarni tanlab, bir ikki tal oladi-da og'ziga silib tomosha qiladi. O'ng so'lgan tinimsiz lapildab yerga surilayotgan aboyisiga milyonlagan to'zonlar esilib, uningdan tabarruk izlayotdi. Uni barcha koinotdan qizg'inib butunlay o'rab turgan bu libos oxiri Nijatni aymandirib qo'ydi. Endi yana qaraverishdan uyalgan Nijat ko'zining teqicha etishayotganligini yodiga oldi. U yüz ko'zlarini sovuq suvda yuyib baxmoqchi bo'lib, 70-80 metr neridagi g'azab bilan tashqillayotgan bo'rvoyning qishig'i mangdi. Kimlar uchun 4 metrlik matodan derak beradigan Masturaning bu kiyimi xuddi Nijatni aymandirgandek yana talayligani yot nazarlardan uni saqlaydi. Qo'l yetmas abadiylik burchiga yuksaldirib himoya qiladi. Masturami uni kiygandan beri bugungidek issiq kunlarda qanchalagan kishilarning ish og'irtishiga uchirgan bo'lsa, jahannamning issig'ini o'ylab ularga texmo bakrak ichinib qo'ydi. Tunji qitim opisi Gulbakramning "Yarishib kessin qizim" deb chigib qo'ygan yog'liqi hozirgacha texi 1 santimetrmi qisqarib qolmadi. Muzdek suda toza rohatlangan Nijat ishini kelgan yeridan davom qilishga boshladi. Elim Xudoyim, bir ko'zimda bir narsani do'miltib qo'yibdi. Bo'lmasa yana qanchalik qaraymankin? Alfiraning oldida ajab bir bo'ldim desa, deb o'ziga o'zi qayotgan Nijat mushib bitdi, o'zini so'rab damollamning üzümini üzüb bo'lguncha qopig'ini yerdan ko'tirib solmadi. Dehqonchilikning hafta 10 kunga so'zilgan tinimsiz kunlaridan keyin mahalla ko'ydikilarning put qo'llarining sal bo'shishiga ulgurtib, Yusufning to'y ishi udullandi. Savag'dishi uchun hayotining burilish nuqtasi bo'lgan bu qutning shodligi loyig'ida bo'lsin deb Nijat bilan Abdurahmonmu paypitak bo'lib yurgili xeyli kunlar bo'ldi. Hezbullah damallamning suylashlarga qaramay, o'zlari yetib qopadigan uyning tam to'risi bilan kar yo'q yuradigan bu beg'amlarning bu kunlarda chivar chapdaslik tutib ketgan edi. İkisi birlashib Yusufga tayyorlangan hujra uyni oqartdi. Eshik derizlarini sirlab, yuz ko'zlarini bo'yashdi. Men o'zim bir axlamchi, hunarga usta, yangi solgan uyimni axledim katta. Tam to'risni axlisam, cho'tkam o'ynaydi, axlemigan axiri burnum qalmabdi. O'qirmanlar, "Voy, bu nima?" Abdur, she'r. İlham teshib ketib, mushu she'r yodimga yetib qoldi. She'r yodimga keldi debla tulumdan to'qmoq chiqqandek mushundaq bir qo'shoqni qistirib olamsan? Men asarning tragediyalik xarakterini kuchli yo'rtib o'tmoqchi. Voy, tragediya degani bilamsan? U degan o'qirmanlar hech kutmagan intayin ichinishliq, umidsiz bir vaqalik orqali ularning tuyg'usini davolg'ita olsang, ondan uni tragediya deymiz. Men dal shunday qildim. Birinchidan, ular bu asarni o'qib mushyari kelganda, haq boshlang'uchga kirishdan burun yotlab bo'lgan bir qo'shoqning chiqib qilishini hech kutmagan. Ikkinchidan, aslida mazmun bilan qilchilik aloqasi bo'lmagan to'tqur qo'shoqni ilhom teshib ketdi deb qistirib qo'yganimni ko'rib, mening qanchalik loyaqatsiz yozarmanligimdan qattiq ichinib, umidsizlik patqiga patdi. Mana bu naq tragediya dur. Bu durlar aks sada. Birad ishni boshdan oxir chaqchaq aralashtirmay astoydil qilib baxmaydi ekansan. Elimo 7 qismini bek astoydil yezib yetibdiman. Endi mening to'tqur xatni qistirib qo'yish haqqim yo'qmi?
kishilik huquq, shaxsiy erkinlik, demokratiya, federatsiya, FBI. Voy hoy, bo'ldi agipingni. Oxirini qila? Ha, ma'qul. Nega kelgan to'q? Ha, Yusufning uyini oqladi. To'q simlarini qaytadan yanglab ratlab chiqdi. Mahalliki boshqa bezakchi bolalarni chaqirib kelib, gullik panarkalarni to'risqa maqlab, lim vosilarni yushirib, bu uyni boshqachalar echildiribdi. Derizlarga uchuq ko'k rangda parda osdi. Uyning to'r temiga Nijat bilan Abdurahmon birlashib xeyli qimmatga olgan apchiligini Paris gilimini osdi. Al-qissa ata to'y degan kuni bu aldirashchiqlar yana bir palla yuqori ko'tarilib, Yusuflarning uyi bor ko'chada odamlar qaynashqa boshladi. Mahaldagi har tabiqa kishilari o'zlarining sinf ayrimisi bo'yicha 4-5 dan 7-8 dan bo'lishib bir ishlarni qilyotdi. Darvozadan kirganda so'l tarafdagi kichkina bir eg'iz uyda Sharifxon, Xayrinsaxonlar bilan birga yana bir necha ayol savza axlab to'g'rash bilan aldirash edi. Yen bir nechisi chinaqacha qo'shiq patnoslarni yuyib tozalab ratlayotdi. Ularning qo'llari qanchalik tez harakat qilayotgan bo'lsa, eg'izlarimi undan ortiqroq harakatda cho'ldishatdi. O'ttira yoshliq erkaklar o'ylining 4 temidan 3-4 metr bo'sh orliq chiqiribla ala sulyo palazni tortib chaqqong'ini poloxondan birini hozirlayotdi. Yana bir nechisi bu poloxonaga necha tüp terakni chipib to'g'rab hamini tiqvassimu petib ketgudek yo'g'on o'choqni tegiga xishlarni tizib muqimlashtirayotdi. Yosh bolalar bo'lsa Yusufga hujra qilingan uyga kirib olib, tuzuq gazirning shupkini shumigach, hazil qilishib Yusufni tariltib o'tiratdi. Shu asnoda Abdujilil bir mashinaning kuzupiga odam bo'yicha egiz keladigan gigant samovardan birini bisib kelib, darvozaning oldida to'xtadi. U mashinadan tushib samovarning o'rilib ketmasligi uchun bog'lab qo'yilgan arg'amchini yeshiyotgach, hovlida yugurishib o'ynayotgan bolalarning biriga qarab to'lidi. "Voy balam, mang akalaring chaqira. Mavuni tushirib olsin." Yusuf bolalarning "Bo'ldi, sen chiqmasangmi bo'ladi" deginek unimay bir necha bola bilan chiqib ha-hu deyishibla eg'ir samovarni ko'tirishib yangi yasalgan poloxonning ichiga akirib to'xtatdi. Dasturxonga yo'ygalgan tovoqlarni ko'tirishib, hol so'rashqa kelayotgan, yiroq yaqindagi urug' tuqqan tonish bilishlarning oyog'i uzilmay yotadi. Bu kun qandoq aldirashchiqda tong atgan bo'lsa, yana shundoq aldirashchilik ichida kech bo'lib ketdi. Әтсі бамдат намызыда чашларын кәйніге қайырып тұрып, бадам допысыны бастырып киіп алған ақ көңләклік костюмлық 5-6 егет той күнінің бисмилласыны жамаат білән бірге мәсҗидтен башлады. Намазды huzurlanıp оқуатқан Yusuf, sırtqı qiyafetideki salafetinin bütünley əksicə, içi cul-cul halda Allahqa zarıqıb dua qılğandan keyin İmam Axunum, Hizbullah Damullam və bir qancha çoğ yaşıq cemaatlərinin başçılığında həmrahları bilən qız tərəfinin üyüge nikahqı mаңды. Maşina ketiyotudu. Yusuf әйнәкнең sırtida to'xtamay almışıyotgan manzirlarga qarab bexiraman o'tirganda qilsimu, shu topda ishidan kelayotgan birər muqim ta'biri bo'lmagan tuyg'ularga hokim bo'lolmay qiynalıyotdi. Hayajonlanish, xo'shallik, o'duqush aralashib ketgan abjash hislarga asir bo'lgunicha, yenidagi bolalarning qilishayotgan gaplariga eranshimay, quliqining kunupkisini besib etib, jimjit sukunatga cho'kib ketgan edi. Demek hayatning hozirgi kelgucha deginim degan, qilg'inim qilgan bo'lib, o'z maylimcha yashab kelgan turmush shaklim o'zgarishga majbur bo'lgan vaqt kelganda qiladi. Muhabbat, sevgi, sirdosh, qalbdoshlik bilan birga yana mas'uliyat, majburiyat, abuchallik, sabr, toqatlarning nimaligini bilish payti borgan sari yiqillab mana endi o'z nihoyasiga yetdi. Normal bir inson bo'lish bo'libmi, musulmon inson bo'lish sifatim bilan oila qurishdan iborat eng aqalli insoniy huquqim va majburiyatimni ado qilgan oxirgi daqiqalarda turibdiman. Oila qurish chuqum rangdorlikqa to'lgan bir huzurli yashash shakli, hayotning barliq issiq sovuqlarini umr hamrohim bilan billa bisib o'tishning huzurini chuqum bir his qilib beqishga arziydi. Ammo atamdan qolgan jahilligimga umu apamdek taqat qila olammi? Balkim buningdan keyin nim ko'rsam ko'rdim-a, debla bir ishlarni qiladigan talviligimni, tentakligimni qila olmasman.
Chunki hinimda teshig'a chiqib qolgan qovurg'am hamon menga hamroh bo'ladi. Mening nima ko'rishim, uningmi nima ko'rishini belgilab qo'ydi. Ümidim, meni mas'uliyatni ado qila oladigan salohiyatdan ayirma Rabbim. Uni o'zining sadoqatidan mashinaning yenikkina silkinib to'xtashi bilan esiga kelgan Yusufmu borgan sari tezlashib ketayotgan xiyollarining tormizini dassidi. Pakiza tozlab süpürülüb, köp-kök suv sepilgan aram bəxish hovlidan bir qancha er kishi chiqib, qator tizilib kelgan mehmonlar bilan salomlashib ko'rishdi. Cho'nglarning orqasiga tizilgan yoshlarmu bir-biridan ruhliq, xushxo'y ifodalari bilan qoida usullarni ado qildi. Hovlining ichiga kirganda ko'zga tashlanib turgan qator tezitilgan cho'ng-kichik tashtaklardagi juloli qo'g'in gul, tal gullari, aynib ko'rkamlashib ketgan pikos va tikan gullari bu oiladagi ayol zotining hayotga tutgan pozitsiyasini ifodalab turadi. Mehmonlarni boshlaydigan uyning oldida yana 14-15 yoshlardagi odamning masliga kelgudek bir bola murisiga bir lungini ortqincha qo'lga suv berish uchun yilman suv tayyorlangan obduvoni tutib turadi. Balaning suv quyib berishi bilan qo'llarini yuyib olgan cho'ngroq yoshliklar "Xudoyim, baxt ta'lig'ini bersin bolam." Yosh balalar "Alloh rozi bo'lsin" deyishib, balaga xursandliklarini bildirishib uyga kirishdi. Hamiga ayon bo'lgan an'ana bo'yicha supuning to'r tarafiga Imom Axunum, uyning o'ng tarafiga Hezbullah Damullam va boshqa cho'nglar so'l yiniga Yusuf, Nijat, Abdurahmon va boshqa yosh bolalar istiqiylik holda tizilib o'ltirishdi. Qisqagina duodan keyin hammaylar joyidan qimirlashib, uy egisini yana bir qitim tinchlik so'rashib bo'lgandan keyin qaytadan muqimlashib o'ltirishdi. Nijatning hindiki bir bola hammaylarning diqqati uy egisiga markazlashgan bu kichikkina fursatda og'zini Nijatning qulog'iga yiqib pichirdi. "Qiyin otisi oshshuma?" Nijat "Ha" deganni qilib beshini lingshitib qo'ydi-da, avval nikohni o'qitarmi yoki tomoq tortib qolarmi deganlarni o'ylab Imom Axunumga qaradi. Abdurahmon bo'lsa birda Yusufga, birda uning qiyin otisiga qarab, "Mushundoq bir surlik odamning oldiga qizni so'rab kelib, ondan uni ma'qul keltirib, ko'ziga ko'rsatib turib, mashinaga bisib ep ketish xeyli qiziq ishmi nima?" degandek kalasida to'qinishayotgan xiyollaridan o'zi bilan o'zining kulgisi kelib o'ltiradi. Yosh bolalar Yusufning "Jim o'ltiringlar" deganiga qaramay bir-biri bilan kusurlashib chaqchaqlashqil turganda, o'ri o'rlab turgan yangi polo tovoqlarga usulib dasturxonga qo'yilishga boshladi. Bir qancha qitimliq xo'sh-xo'shdan keyin Imom Axunumning "Bismillah" deb boshlab berishi bilan hammaylar yeyishni boshlab ketdi. Polo haqiqatan o'xshagan edi. Yusuf "Ozroq qo'shirib qo'yinglar, hammani yevatmanglar" deb shuncha ishorat qilsa-mu, yosh bolalar uning oxirgi guruchini qo'ymay pak-pokiz yeb tovoqlarni porqirtibdi. Faqat Yusuf bilan uningga qo'ldosh bo'lgan bolaning oldidagi tovoqda bir uchun polo ishib qolgan edi. Yo'q, qasdan oshirib qo'yilgan edi. Texi tomoqning ikkinchi qismi borlig'ini obdan bildigan qiyralar attiganda uchuq tumurga poloni oz-ozdan yepla to'xtab olib, "Elinglar bolalarim, biz sizlardek vaqtinglarda 2-3 tovoq poloni o'zimizda yolg'iz so'qiytatdiq" deyishib bolalarning oldidagi quruqtalgan tovoqlarga o'zlari yeb bo'lolmagan poloni bo'lib berdi. Bundoq nikoh so'rinlariga qatnashib ko'nmagan sodda yoshlarmu o'xshagan poloni ishtiha bilan yeyishib, toza chinqalg'udek to'yib bo'lishiga yumg'oq sut gupildab purab turgan lampon silingan cho'churalar dasxonga aylanishga boshladi. Bolalarmu hattiginay. Asli yeydig'ini polo emas, cho'chirkan to'q. Avuq qiyralar bizni qo'yib etibdi emasmi? Poloni yemay, endi cho'chini shalabshitib ichib ketkinni deyishib, to'yib ketgan qursaqlarni bu tomoqdanmi bir qachidan nesivilandirdi. Tomoqdan keyin Imom Axunum endi nikohni o'qamdiq degandek qilib Damullamga qaradi. Damullam "Tayyormi?" deb uy egisiga qaradi. Damullam Yusufning ustozi bo'lib sufti bilan Yusufning dadisini qandoq yaxshi tunisa, bu nahiyadagi ahli ilmlar qatorida 4ning biri bo'lib sufti bilan bu uyning egisini
ya'ni sal turib Yusufning qiyin otasi bo'lgan odamnimi shundoq yaxshi taniydi. Shunga to'yning oldidagi barliq elchilik ishlarini Damullam oraga kirib qilgan edi. Damullamning tayyormi degan savoldan keyin sirtqa chiqib ketgan uy egisi qaytib kirib, "Xo'sh, tayyor bo'ldim Damullam. Endi o'qisak bo'ladi", dedi. Shundan keyin Damullam bilan Imom Axunim "Qani, sildan kelsin" desa, "Sildan kelsin" deyishib, xil bir hazo takkallub qilishdi. Shunda qilib bu qitimliq o'qishimiz mush yergacha bo'ldi. Davomini kelar qitim o'qiymiz. Xayr, xush, Allohga omonat.